Assalomu alaykum, mehmonlar. Va alaykum assalom, marhamat, keling. Eshitaman, nima masala yuzasidan kelganingiz? Vazirlar Mahkamasining 462-sonli qarorini eshitib qolgandim. Shu masala bo'yicha kelgandim. Yaxshi, ushbu qaror loyihamiz bo'yicha qaysi yordam turlaridan foydalanmoqchisiz? Xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida ularga grant ajratilyapti ekan. Men ham shu imkoniyatlardan foydalanib, o'z loyihamni olib kelgandim. Meni loyiham non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish to'g'risida. Demak, sizning loyihangiz bo'yicha non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqchisiz. Xuddi shunday, hozirgi kunda ham bu faoliyat turi bilan shug'ullanib kelaman. Ushbu ijtimoiy grant loyiham bilan faoliyatimni yanada kengaytirmoqchiman. Shu bilan birgalikda men 5 nafar ishsizlarni bandligini ta'minlamoqchiman. Tushunarli. Sizning loyihangizni qabul qilib qoldim va ushbu loyihani Yangiyer shahar oila va xotin-qizlar bo'limiga topshiraman. U yerda loyihalar bo'yicha komissiya tashkil etilgan. Komissiya sizning loyihangizni o'rganib chiqadi va 2 oy muddatda sizga javobini berishadi. Agar ushbu vaqt mobaynida sizda qo'shimcha savollar tug'iladigan bo'lsa, ushbu raqamga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tibor uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.